Assalomu alaykum. Savol ko'rdingizmi? Yo'q, video chiqdimi? Nima bo'lgan u? Zo'r ashula aytib qo'yibdi, anaqada bo'lyapti, odamlar qistirib, pulni chochib ustidan nima qilyapti. O'zi ovoz zo'r bo'ladi. Qattiq chiqyapti. Telefonga chiqib ketdi-yu, internet ko'rmadingizmi? Ko'tarilib ketdi bo'ldi, o'zi mashhur bo'lib ketdi. O'zi arziydigan bo'ladi. Ne bo'pti, mayli. O'zi ham botding to'yda? Endi men to'ylarga chiqmayman. Menda ham shunaqa pul qistiradi. Men lekin unaqa hovlida o'tkazmayman. Katta to'yxonalarga chaqirishyapti-da. Komandan ekan eshitdingizmi, aka? Qaysi Kamol? Hofizmi? Ha, Hofiz Kamol ekan bormi? Ha, nimani boshlabdi yana? Ana kuni maktabda ijodiy kecha o'tkazib beradi bolalarga. Bolalar bilan suhbatlar qilib, rasmlarga tushib. Meni bolam o'zi ko'p maktabga bormasligida 3 kun maktabga boraman deb, komandan rasmga tushib ketdi. Menga kelib ko'rsatyapti. Men haqimda gapirmoqdimi? Yo'q, uni eshitmadim lekin. Gapirmagan bo'lsa kerak. Nima sizga chaqiradi? Shuni o'zi shogirdi bu bor, shogirdim. Bilmayman, hayot ishlarni qilib yuradi. Yaqinda ham mana Turishbada konsert berib ekanlar-da. Banerda katta qilib, ani qo'llarni tor, rasmlarni qo'yib qo'yibdi ko'chada. Ko'rdim. Shunaqa kelishagini konsertiga. Banerga ilib qo'yibdimi? Banerga ilib qo'yibdi, qo'llari tor. Ozgina baner uchasini qishab qolibdi, shamolda qishab qolgandir. Ozgina qishab. Mana hofizlarning obro'sini tushiryapti-ku, bor, bizning obro'miz to'kilyapti-da mana narsa. Qish kerak emas-da bunaqa. Qani vaqtli keldingmi konsert berish? Ana kuni to'yga chiqqanlarni ko'rdingizmi? Yo'q, to'yga har kim chiqyapti shekilli. Nima internetga chiqdim endi. Ya internetga chiqdi, to'yga shunaqa yorib to'yga shunaqa Facebook, shunaqa ya'ni bashim zo'r chiqdi qo'llar to'yda. Qani ko'rsatchi? Bashim zo'r chiqdi to'ylarga. Mana okey, qara. Astronomlar buni. Hofizlarning obro'sini to'kadi, nima qiladi u? Umuman qiziq emas. Bittinga emas o'sin. Kamol. Kamol. Öyle bir hazır. Chaqara. Ya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ustoz, assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Nima ishlar qilib yursan sen? Voy, nima qilman ustoz? Ijodiy kecha maktab bolalarga ijodiy kecha o'tkazsanmi? Ha, ayni bolalarga. Endi shu yosh bolalarning orasida o'ralashib yurish qovdi. Men haqimda gapirmading? Yo'q, siz haqingizda gapirmadim. O'zi to'ylarga chiqyapsizmi o'zingiz? To'g'ri aytaman, to'ylar yo'q. Shu sandagan o'qib olsalar hamma. Men ustozim-ku, deb to'ylar olib berishni bilmaysan-a. Mayli bo'lmasam ko'p joyga o'qib chiqqanman, muzikalarni libu instrumentni chalish bilaman. Tempi instrument chala qolaman bo'lmasam. Endi muzikantlarim to'liqda, hamma muzikantlarim bor. Endi bitta bu narsa chalaman, shiqilloq bo'lsa ham chalarman-a. Ertaga xizmatim bor. Bo'ldi. Bo'lmasa-chi, ustoz? Ertaga kiyinib tayyor bo'lib turing. Bo'ldi, ertaga tayyor bo'lib turaman. Voy. Hamma muzikantlarim bo'lsa, nima qildim endi? Boshim qotdi. Ustoz! Ha? Galsu taqish shart emas ertaga. Men muzikantlaringni galsugi yo'qmi? Ya, hamma muzikantlarim galsugi bor, hammasi yetarli. Siz o'rtada pul terasiz, ustoz. O'sha pul teradan kim yo'q edi?